Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızның təfsilatı bo'lsin. Xitoyning chegara halqon bostirish siyosati tufaylidan iztirob va tashvish ichida yashayotgan muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarimizga ilhom, jasorat va umid baxsh etadigan bir xush xabar 19-sentabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh shtabidan keldi. 19-sentabr chaqirilgan BDTning 78-navbatlik umumiy yig'inida so'z qilgan Amerika prezidenti Jo Bayden bilan Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan efendilerinin maxsus Uyg'urlar masalasini tilga ilishi, Dünya Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qizg'in olqishiga sazovor bo'lib qolmasdan, har qaysi ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni cheksiz suyundirdi. Amerika prezidenti Jo Bayden so'zda navbatda dunyo uchun muhim bo'layotgan bir qism zo'r masalalar qatorida Uyg'urlar masalasini alayda sanab o'tdi. Jo Bayden so'zida dünya jamoati jazman tinchlikni saqlash, to'qinishdan saqlanish va azob chekayotgan insonlarning dardini yengillatishga kuch chiqarishi lozim deb ko'rsatdi. Shundaqli navbatda dunyo miqyosida kishilik huquqining dafsanda bo'lishi ig'irlab ketayotganligini, ammo buning 70 necha yil ilgari BDT ahdnomasida ma'ni qilingan ishlar qatoridan o'rin olganligini eskartdi. Buningga misol qatorida Sharq Turkistonni misol elib, kishilik huquqining dafsanda bo'lishi mayli Shinjongda bo'lsin yoki Tehronda bo'lsin, birdek oyoqlashishi lozim. İnsanlar azob chekyotadi. Amerika Qo'shma Shtatlari tixim bexatar, obod va adolatli bo'lgan bir dunyoni ko'rishni istaydi. Chunki bizning kelgusimiz har qachon sizlarning kelgusinglar bilan chambarchas bog'langan deb ko'rsatdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan efendimmo shu kuni BDTning 78-navbatlik umumiy yig'inida qilgan so'zida maxsus Uyg'urlar haqida to'xtalib, biz Xitoyning zamin butunligiga va egilik huquqiga hurmat qilganligimizni har zaman ta'kidlab kelyapmiz. Buning bilan birlikda biz kuchli tarixiy va qarindoshlik munosabatimiz bo'lgan Uyg'ur turklarining haq-huquqlarini va erkinligining qo'g'dilishiga bo'lgan sezgirligimizni kun tartib tutishni davomlashtiramiz deb ko'rsatdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Iso apandim bu munosabat bilan qilgan so'zida Jo Bayden va Recep Tayyip Erdoğan efendilerinin BDT'ning 78-navbatlik umumiy yig'inida Uyg'ur masalasini tilga olganligini qarshi olganligini, ammo ularning bayonlarining yetarli emasligini, chunki Sharq Turkistonda zo'r bir irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatning jiddiy davom qilayotganligini, Xitoyning qora qo'lining allaqachon chet ellardagi Uyg'urlarga so'zilganligini, Şoň dünya liderlarining Uyg'urlar masalasini tilga olganda Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlarga qarshi tixim keskin va kuchli talaffuzda bo'lishini umid qilganligini bildirdi. Reuters agentligining 19-sentabrdagi xabarda aytilishicha, Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Amerika-Xitoy strategik raqobat favqulodda komitetining raisi Mike Gallagher, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken va Vatan bexatarlik ministri Aleksandr Mayorkasga ochiq maktub yo'llab, atalmış Uyg'ur nomraylik partkomning sekretari Mashingriga jazo e'lon qilishni talab qilgan. Ularning torbitida e'lon qilingan ochiq maktubda Mike Gallagher apandi ayrim holda 2020 va 2021 yili rasmiy qonunga aylangan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni va Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunini qattiq ijro qilishni talab qilgan. Shundaqli bu qonunlardagi belgilamalari bo'yicha Sharq Turkistondagi qabohatlarga javobgar bo'lgan Xitoy amaldorlariga jazo e'lon qilish kerakligini ta'kidlagan. Ochiq maktubda Gallagher apandi Xitoy hukumatining hozirda davom qilayotgan qirg'inchiligining so'roqi bo'lish kerakligini, Amerika hukumati Uyg'urlar va boshqa turkiy millatlarga qarshi bo'lgan bu qilmishlarni sodir qilayotgan Xitoy amaldorlarining so'roqini qilish lozimligini, shuningdek Amerika Qo'shma Shtatlarining Xitoy bilan bo'lgan bir taraflama va tez aloqasini debla o'zlarining axloqiy yetakchilik o'rnini qurbon qilib bo'lmaydiganligini alayda eskartgan. Ochiq maktubda ana shu ahvollar bir-birlab bayon qilingandan keyin men oldi bilan Xinjiang Uyg'ur nomraylik partkomining sekretari Mashingriga jazo e'lon qilishinglarni talab qilaman. Chunki Mashingri Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur musulmonlarga qarshi hozirda davom qilayotgan qirg'inchiligini boshlamchi bo'lib amalga oshirgan kishilarning biri degan. Shuningdek, Bingtuan partkomining sekretari Li Yifei, Urumchi shaharlik partkom sekretari He Zhongyu, atalmış Uyg'ur nomraylik partkomining muavin sekretari Zhang Chunlin, atalmış Uyg'ur nomraylik siyosiy qonun komitetining mudiri Wang Mingshan qatorliq 37 shaxs va shirkatga yuqorida tilg'inilgan ikki qonunga binoan jazo e'lon qilish, undaq bo'lmasa buning sababini tushuntirish talabini bildirgan.
19 sentabr kuni Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Amerikada davlat ziyoratida bo'layotgan va mayli Kanada parlamentida Uyg'ur irqi qirg'inchilik qarorining qabul qilinishida bo'lsin va 10 ming Uyg'urni Kanadaga yo'tkab kelib yerlashtirish haqidagi qonun loyihasining ma'qullanishida bo'lsin, boshdan oxir boshlamchilik rolini o'ynab kelgan Kanada parlamentidagi kuchli guruhlarning biri bo'lgan Quebec Birlik partiyasining raisi François Blanchet apandim boshchiligidagi 4 kishilik parlament heyetini Washingtonda qizg'inlik bilan kutib oldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan kutilish murosimiga qurultayning muavin raisi Zubayra Shamsiddin, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Ablikim Idris va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchi xodimlari ishtirok qildi. Quebec Birlik partiyasi Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti tomonidan bu yil Kanadaning Quebec shahrida o'tkazilgan xalqaro Uyg'ur qonun munbiri yig'iniga sohibxonlik qilgan va mazkur partiyaning 10 nafarga yaqin parlament a'zosi va Quebec shtatlik va shaharlik hukumat mas'ullari yig'inining ichilish marosimiga qatnashib, o'zlarining Uyg'ur xalqiga bo'lgan qo'llashi va g'amxo'rligini namoyon qilgan edi. Kutilish marosimida Ömer Qanat apandim Quebec Birlik partiyasining hozir qadar Uyg'urlar ko'rsatib kelgan zo'r darajadagi qo'llashiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan takror rahmat aytish bilan birga, François Blanchet apandim boshchiligidagi parlament heyetiga Uyg'urlarning navbatdagi yangi vaziyat haqida tafsiliy ma'lumot va tushuncha berib o'tdi. François Blanchet apandim kutilish marosimida qilgan so'zida o'zi riyosatchilik qilayotgan Quebec Birlik partiyasining buningdan keyin Uyg'urlar masalasini partiyasining asosli kun tartiblarining biri qildiganligini va Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini izchil holda davomlashtiradiganligini ifoda qildi. Janubiy Xitoy Atiganlik gazetining 19 sentabrdagi xabarda aytilishicha, Xitoy hukumati Germaniyaning Beijingdagi bosh elchisi Patricia Florni chaqirtib, Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbockning Xitoy raisi Xi Jinpingni diktator deb atag'anligiga norozilik bildirgan. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena xonim Amerika ziyorati jarayonida Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilgan hamda Xi Jinpingni diktator deb atagan edi. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi qirg'inchilik qilmishi tashqi dunyoga ko'plab ma'lum bo'lgandan keyin Amerika boshchiligidagi bir qism g'arb davlatlari g'arb dunyosini Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy aloqalarda o'ylashib ish ko'rishga da'vat qilib kelayotganligi ma'lum. Ammo Germaniya bu jihatda eng pasib o'rinda turib kelayotgan bo'lib, ularning Xitoy bilan bo'lgan g'oyat zo'r qimmatdagi savdo munosabati, jumladan Germaniya avtomobil sanoatining eng chong bozori Xitoy bo'lishdek reallik buningdagi asosli to'sqinlik deb qaralib kelgan. Shundaqla ularning izchil Xitoy bilan qo'yiq do'stlik aloqasini saqlab kelishdagi muhim sabablardan bo'lib qolgan edi. O'tganda Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasi e'lon qilingandan keyin Germaniyaning Xitoyga bo'lgan pozitsiyasida jiddiy o'zgarish yuz berishga boshladi. Ilgari Xitoyni hamkorlashayotgan savdo sheriki deb atab kelgan Germaniya hukumati yangi Xitoy strategiyasidan keyin Xitoyni Germaniyaga xiris qilayotgan raqobatchi davlat deb atashga boshladi. Texnik yaqindala Dunyo Uyg'ur qurultiyining tirishchanligi va tashabbusi bilan Germaniya federal parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhi qurib chiqilgan edi. Darvaqa, chet el siyosiyonlarining Xi Jinpingni diktator deb atashi ko'p qatim ma'lum bo'lgan hodisadir. Amerika prezidenti Jo Bayden Xi Jinpingni diktator deb atagan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi Әлгі тонылған Uyghur alimi Dr. Erkin Sidiq әпәндім riyasatçılık qılıbatqan Mərkəzi Amerikadakı Uyghur Project Fondi tərəfindən 23 sentyabrdan 24 sentyabrgacha İstanbul Sabahattin Zaim Universitetida İstanbulda 20 leksiya degan temada ilmiy muhokama va leksiya berish yig'ini o'tkaziladi. Yig'inda o'xshamagan davlatlardan kelgan 20 nafar Uyg'ur akademik va ziyolilar Uyg'urlar navbatda duch kelgan jiddiy masalalar va tahdidlar, ularning kelib chiqish sabablari va ularni hal qilishning chora-tadbirlari degan mazmunlarda yarim soatdan leksiya berdi. Savol-javoblar uchun maxsus vaqt berildi. Leksiya hammalarga ochiq bo'lib, leksiya qatnashadigan qarindoshlarimizga 37 nafar akademik va yozuvchi yuqorqi mazmunlarda tayyorlagan va 44 parcha ilmiy maqola kirgizilgan Davr va biz degan mavzudagi bosma kitob taqdim qilindi. İstanbul Sabahattin Zaim Universiteti ESIFAM konferans zalida o'tkaziladigan va 23 sentyabr İstanbul vaqti atdigan soat 9 da boshlanadigan yig'inga ixtiyor qilgan qarindoshlarimiz bevosita kelib qatnasha oladi. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Uyg'ur Project Fondining qurg'uvchi raisi Dr. Erkin Sidiq әпәндім bu qatim chaqirilgan İstanbul yig'inining tub maqsadi haqida tafsiliy izohat berib, tovandikilarni bayon qildi. Assalomu alaykum, aziz qarindoshlar. Hozir hammamizningki xabarda bo'lgandek, Uyg'urlar intayin og'ir krizisga va tahdidga duch keldi. Mushundaq bir paytda ziyolilarning millatga to'g'ri bilimlarni berib, şu arqılıq milletni to'g'ri yo'lga boshlash majburiyati bor. Biz hozir chet elda yashayotgan Uyg'ur ziyolilarga mushtaq bir fursatni yaratib berish, shu arqılıq millatniki navbatdagi vaziyatida
bir yaxshi rol o'ynashga fursat yaratib berish uchun İstanbulda 20 liksiya degan bir faoliyatni elib borganligimizni o'tgan yil 12 ayda e'lon qilgan. Shundan keyin nurg'un jiddiy tayyorlik xizmatlarini ishladik. Shuning natijasida bizniki chaqiriqimizga ovoz qo'shib, Uyg'ur Project Fond bilan Mashal Uyg'ur gruppasiniki chaqiriqqa ovoz qo'shib, chet eldagi ziyolilardan 45 ta kishi maqola yozib turganligini bildirdi. Hamda 50 parchadek maqolaniki temisini bizga yo'llab berdi. Keyin bu maqolalar yozilib, maqola bizga keldi. Bularni baholash gruppasiga tanlab 37 kishiniki 44 parcha maqolasini rasmiy tanlab shu qitimqi faoliyatga qatnashtirdik. Bularning ichidan 20 kishi o'z ixtiyorligi bilan shu oldimizdagi shanba va yakshanba kuni 23 va 24 sentabr kunlari İstanbulda o'tkaziladigan bir leksiya faoliyatida leksiya so'zlab beradigan bo'ldi. Hozir shuniki uqtirishlarni keng turda taqib etdik, kun tartiblaridan tortib. Endi bu qitimki bu faoliyatda o'tirib tushgan maqola va leksiyalar chet eldagi ziyolilarniki bilimi ve aqli kuchiga vakillik qiladi. Shu bilim va aqli kuchiniki yig'indisiga vakillik qiladi. Bu leksiya sirtqi uchuq, haqsiz. Shunga imkoniyati bor qarindoshlarniki kelib qatnashib berishini umid qilamiz. Bu leksiya faoliyati xuddi bir 2 kunlik haqsiz oliy maktab darsiga o'xshaydi. Nayeti muhim temalar bor, nurg'un bilimlar bor buning ichida. Shunga imkoniyati bor qarindoshlar kelib qatnashib bersanglar. Uyg'ur Project fondi 2019 yılı 6. ayda kurulgan. Maksat Uygurlarnınki medeniyeti, Uygur tili, Uygur'un örüp adatları katarlık Uygurlarning milliy kimligini chet elda saqlab qilish. Hozir vatanda bularni saqlab qilish imkoniyati bo'lmagani uchun chet elda saqlab qilish. Biz shu maqsadda yo'lga chiqib nurg'un ishlarni qildik. Bu qitimki İstanbulda 20 liksiya degan faoliyatimiz shularniki bir qismi. Shunga shu Turkiyada yashaydigan yoki shu oldimizga haftaning ichida Turkiyaga keladigan qarindoshlar agar imkoniyatlar bo'lsa, kelib leksiyaga qatnashib kelsanglar, bu bizni qo'llash bo'lib hisoblanadi. O'zinglarmi bundan aytdi qimmatli bilimlarga erisha olasizlar. Bu damsa agar mumkin bo'lsa, shu yerda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.